Do'stlar, sizlar bilan yana bir video. Bugun bizlar har xil modlar, top nechta mod, 5 ta modlarni ko'rib chiqamiz. Top birinchi modimiz bu Java qilib beradigan mod, do'stlarim. Lekin aynan tepada Java Edition emas, Bedrock Edition. Lekin xuddi Javadek qilib berar ekan. Endi biz yana bir bor hammaga salom do'stlarim. Sizlar bilan yana men Mestrojon. Top ikkinchi modimiz esa bu bitta zo'r mod bo'lib, siz xohlagan mobingizni ana shunaqa qo'lqopcha berasiz. Qo'lqop bilan shunchaki uni bitta urasiz va o'tirib olib biroz bosasiz va biroz qotiradi, tadam. Keyin mana shu hosilni ustiga bosasiz. Endi siz otib qolasiz. Do'stlar, ko'ryapsizmi? Mana do'stlar, siz endi otsiz. Tushunyapsizmi? Siz bironta og'ayningiz bilan qo'shilib o'ynayotgan petingizda bu juda ham ajoyib mod do'stlarim. To'g'rimi? Keyin yana o'zingizga qaytish uchun xuddi o'rgatganimizdek qilasiz. Masalan, bu hamma modda qo'yiladi, hattoki Ender Dragon'da ham. Chunki buni o'zim sinab ko'rgandim. Manaki biz bolasi bo'lar ekanmizmi? Biz bolasimiz. Lekin bolachasi bo'lsa ham bebi o'lay. Ucharkanmasam. Do'stlar, bu juda ham zo'r. Ko'ryapsizmi? Odam holatga ham qaytish uchun shunday biroz bosib turamiz. Nimaga kirmayapti-ku? Qadrli. Odam holatimizga qaytib olamiz. Top 3-chi modimiz bu. Mana shu mod bo'lib, bu mod bilan sizga ko'plab narsalar qo'shib beradi. Masalan, bu asosiy videolarda ko'rgandirsiz, xuddi shu modni ko'rishlar ham qo'shadi va buni bilgan o'zim ham bilmayman to'g'risi. Tushunsangiz, faqat men tungi ko'rishni ishlatganman. Bu modni nimaligini xos ko'rsataman. Bunaqa rasmcha yo'q. Mana yo'q qo'ysak bu bo'ladi. Buni yo'q qilsak bilmay ekanman. Boshqasini do'stlarim. Shunaqa modlar do'stlarim. Bo'ldi. 4-chi modimiz bu. Albatta do'stlarim. Hozir qurol modi do'stlar. Do'stlar, qurol modlari, ajoyibdan ajoyib qurol modlari do'stlarim. Bu yerda juda ko'p qurollar ham juda ajoyib ekan do'stlarim. Bizga bu kitobchani baribir keragi yo'q. Mana do'stlarim, bir boshdan boshlaymiz. Mana ajoyib qurollar ekan. Hattoki bu seriallarga ko'ryapsizmi? Bitta pistolet. Ko'ryapsizmi? Bittadan o'ldirar ekan. Mana, ot kelar, eshakda sinab ko'ramiz. Hattoki o'tgan o'qlarni mana, qaraylik. Ko'ryapsizmi? O'zi kichikcha bo'lib qolar ekan. Keyin asta-sekinlik bilan yo'qolar ekan do'stlar. Ikkalasi bir-ku. Bitta qurolni ikkita olaveramiz. Hech narsa qilmaydi do'stlarim. Ajoyib qurollar bor. Ko'rayotganingizdek, video oladigan to'g'ri otmaskan. Bu umuman to'g'ri otolmaskan. Kelinglar, top 4-chi modimizga o'tamiz do'stlarim. Top 4-chi modimiz esa bu albatta har xil qishloqlar modida do'stlarim. Buni siz tuxumlar bo'ladigan joyga o'tamiz va hali ham shu Java lekin modiga unchalik o'rgatolmadim. Hozir do'stlarim, mana do'stlar, shu hammasi qishloqi modda. Do'stlarim, hammasini sizga birin-ketin ko'rsatib chiqmayman. Chunki u modlarning qizig'i qolmaydi.
faqat bir ikkitasini ko'rsataman xolos. Bir ikkitasini hech ham o'zancha narsa bor mana. Birinchisi bu shu nimagadir kulib o'tirgan bo'yvochcha qishloqi yer. Ikkalasi ham bir-ku. Bunisi ham ha do'stlarim. Bunisi bombish ekan. Bunisi qo'rqqan qishloqi. Bunisi ham qo'rqqan qishloqi. Bunisi bu Noob qishloqi ekan bu. Noob ekan bu. Bunisi zombiga bo'lib ketgan qishloqi. Shu modlar. Top nechinchi modimiz? 5-chi modimiz. Top 5-chi modimiz esa bu albatta do'stlarim full modi. Full modlar do'stlarim har xil pullarni qo'shib beradi. Shunaqa pullarni qo'shib beradi. Mana do'stlar pul modi ko'ribsiz. Bu bunaqa pul modlari bor ko'rib turganingizdek. Mana do'stlar mana ko'rganingizdek shunaqa pul modlari. Top 6-chi modimizda ham pul modi do'stlarim. Pul modini 2 xili bor. Men uni albatta Telegram kanalimga tashlayman. Mana bunaqa pul modlari. Bunaqa pul modlari bo'ladi. Ko'rganingizdek shunaqa pul modlari bo'ladi. Mana shunaqa pul modi. Bu boshqa pul modlar. Do'stlarim, hammasini Telegram kanalimizga tashlayman. Telegram kanalimizning nomi Mestro Modus yozsangiz albatta chiqadi. Modus kichkina, Mestro katta albatta do'stlar. 7-chi modimiz esa bu albatta do'stlarim telefon modlari albatta seriallar uchun albatta kerak bo'ladigan ajoyib mod. Sizga ham faqat bitta telefon ko'rsataman do'stlar. Chunki o'sha telefonni o'zi menga juda yoqadi. Mayli ikkita bo'lsin. Shunaqa telefon modlari. Pasport va mana shu telefon. Mana do'stlarim. O'sha telefonlar va pullarga qo'shiladi. Do'stlarim, qo'rqyapman ulardan to'g'risi. Mana bunaqa oddiy telefon. Bunaqa plastik karta, hujjat, shunaqa pullar. Mana shu eng yaxshi telefon shu. Chunki bunda ekran umuman ko'rinmaydi do'stlarim. Ajoyib plastik karta ekan. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan Mestro bo'ldi. Top 7ta modimiz agar yoqqan bo'lsa do'stlarim, bittagina like tugmasini bosib qoldiringlar. Hamma modlar Telegram kanalimizga bo'ladi. Albatta Telegram kanalimiz va YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xayr.